uylaringni patolog qilishlaring kerak, nimadan qilishni bilmayotgan bo'lsalaring, bu video aynan sizlar uchun bo'ladi. Ko'p yurtdoshlarimiz plastik yoki MDF urib qo'yadi akalar. Bu videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, hattoki usta akalarimiz pullaring yetmasa nasiyaga ham qilib berishar ekan akalar. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, hozir ko'rsatmoqchi bo'lgan fasonim eng trendga bo'lgan, ya'ni 2026-yil trenddan tushmaydigan, hattoki 2030-yilgacha ham trenddan tushmaydigan fasonimiz bo'ladi. Keling. Agar bu fasonimiz yo'qsa, bitta like ta ayamaysizlar. Qaranglar akalar. Bu Fayzli xonadonimizga 250 kvadratlik joyda urib berishgan ekan. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, mana shu patologimiz nech pulga bitgan, to'liq ma'lumotni aytib o'tib ketamiz. Tunikafon urdirishdan oldin обязательно bu videoni oxirigacha ko'ringlar va tunikafon urdirmoqchi bo'lgan tanishlarga maksimal darajada podelitsiya tugmasini bosib jo'natib qo'yasizlar. Qaranglar akalar, eng so'nggi fasondan chiroyli qilib berishgan ekan usta akalarimiz. 8 kun deganga urib berishgan ekan. Eng qizig'ini aytadigan bo'lsam, bu usta akalarimizga aytadigan bo'lsalaring, samarasi bormi, tunikasi bormi, lisasi bormi, hattoki usta narxi ham mana shu aytilayotgan narxlarda ichiga bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Kanalga yangi bo'lsalaring bir dona like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring, biz har doim mana shunaqa qo'li gul usta akalarimiz ishlarini chiqarib boraveramiz. Birinchilardan ko'rishlaring mumkin. Patolog qilmoqchi bo'lgan, ya'ni tunikafon qildirmoqchi bo'lgan akalarga maksimal darajada tarqatib jo'natib qo'yamiz. Boshladik. Akalar, videoni boshlayaptilar. Qaranglar, bitta ahamiyat berasizlar. Usta akalarimiz 45 gradusda ham shunaqayam chiroyli qilib urib berishadi. Hozir biz to'liq ma'lumotni Dilshod akadan olamiz. Dilshod aka, assalomu alaykum. Soljon aka, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi akajon? Yaxshi, Xudoga shukr. Dilshod aka, men video boshiga aytdim, 250 kvadratlik joyda urib berilay. Shunday aka. Aha, qanaqa fason qilib berdik bu yerda? Bu aka hovuzcha yangi fasonimiz. Cheti pianino, o'rtasi rombek. Rombek. Plafon joyimiz. Akrel. Akreldan bo'lgan, qaranglar. Nechta plafon qo'yib berilgan? Aka 4 dona. 4 dona plafon. Plafon tashqariga 5-inchisi. 5-inchisi. 5 ta plafon qo'yib berishgan. Ya'ni ikkita rang, 3 ta rang ekanda, to'g'rimi? Shunday. Mokri, oq va tillo-rang. Tillo-rang ekan. Shunday. Ahamiyat berasizlar, qaranglar. Men nima uchun taklif qilaman bu usta akalarimizga? Akalar, mana shu ko'rib turganlaring, ko'ryapsan, 45 gradusga chiroyli qilingan. Kelib ishlarini ko'rsalaring ham bo'ladi. Bir xil. To'g'risi, bir xil joylarga ko'ramiz. Palasasi bu tarafga mayda bo'lib qoladi, bu taraf katta bo'lib qoladi-da, to'g'risi. Mana qaranglar. Qanaqa chiroyli qilib qo'yishgan, gap bo'lishi mumkin emas. Qo'llang dard ko'rmasin. Endi qarang, 2026-yil obunachilarimizni kuttirmaymiz, narxini aytamiz. 1 kvadrat nechi pul 2026? Aka, 1 kvadrati emas, bizlarda ketayotgan rasxoti 130 mingdan 180 minggacha bo'lyapti. Tunikani qalin yuqaligida. Endi u rasxot qo'shilgani shunaqa. Rasxot degani endi 1 kvadrat joyingiz, 1 ta kvadrat degan joyingizga 180 lik rasxot bor, 240 lik rasxotlar bor. Keyin plus ichida doralash xizmatlarimiz ham bizda bor. Ya'ni qurtga qarshi. Qurtga qarshi, albatta. Qaranglar. Qarang. Misol menga unaqa rasxotni hisoblama, menga mana shu keling, 100 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, 100 kvadratga pulni beraman desa, kvadrat qanchaga bo'ladi? 280 mingdan 380 minggacha bo'lyapti aka. Ya'ni katalogga qarab 100 kvadrat joyini shunday qilib beramiz aka. Rasxotni hisoblamaysizlar? Yo'q aka. 280 mingdan 380 minggacha bo'lyapti. 100 kvadrat joyimiz endi 280 mingdan 28 million so'm bo'ladi. Yo'q, katalogi chiroyliroq, ko'proq, fasoni chiroyliroq bo'ladigan bo'lsa 380 mingdan bo'ladi aka. 380 mingdan. 38 million bo'ladi. Necha yil garantiya beramiz ishimizga? Aka 25 yildan 30 yilgacha garantiya beraman aka. Agar rangi o'chib ketsa, shuni arasiga servis xizmatlari bor. Bitta tushib ketsa, rangi o'chib qolsa, yo biron joyda bitta dog' bo'lsa ham o'zimiz qaytadan qilib berish sharti bilan qilib berasizlar, mana. Akalar 30 yil garantiya berishyapti. Behijolat telefon qilaverasizlar. Agar usta akalarimizni zakaz qilmoqchi bo'lsalaring, skidka hamda bonuslari bor, agarda bizning kanaldan chiqadigan bo'lsa, to'g'rimi aka? Shunday akajonim. Nimalarni skidka bonus qilib beramiz?
qilib beraman xizmatlari. Biron-birimda uyini yonini, yonboshi bo'ladi. Masalan, telefon qilib berganimizdan keyin yonboshini yopish bo'ladi. Uni qo'shmayman. Qo'shmaysiz, ha? Bitta yarimta men nomponlarini masalan cho'zish to'g'ri kelib qolsa, shuni ham qo'shib qilib beraman. Qilib berishadi mana akalar. Chiroyli qilib qo'yishgan, to'g'risi havas qildik. Gap bo'lishi mumkin Bu emas. Samarqand viloyat Urgut tumanida bu akajonim. Usta akalarimiz asl Samarqandlik bo'ladi. Qayerlargacha bor xizmat 12 ta viloyatga ham borib ko'rsataman. 12 ta viloyatga, ha? Shunday. Uyda egalaridan nimalar talablar bo'ladi? Ijtimoiy talab bo'lmaydi. Bitta yotoq joy bo'ladi, obed ovqatida. Hech narsa olib bermaydi. Bir xil aytadiki, hammasi ichidan deydi, lekin Samarezga borib keling, Rekaga borib keling degan gaplar bo'lyapti. Yo'q, akajonim, tunikasi, usta haqqisi, Rikasi, Lisasi, Samarezi, hatto dastlabki xizmati ham ichida bo'ladi. Ichida bo'ladi. Albatta. Uyda egasi faqat yotoq joy, agar uzoq joydan bo'lsa, keyin Ovqatiga qaraydi. ovqatiga qaraydi, bo'ldi. Faqat pulini sanaysiz. Soljon aka, bu dorilashi ham ichida bo'ladi aka. Dorilash. Unga ham bir so'm pul qo'shilmaydi aka. Pul qo'shilmaydi. Faqat qurtga qarshi aka. Nima uchun bizlar 25 yildan 30 yilgacha garantiya deyapmiz. Akajonim, shu dorini sepmasangiz, u qurtlaydi baribir. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana akalar, necha xil fasonni bilamiz, aka 100 xil fasonni bilamiz. 100 xil fasonda, tashqariga ham urib beringlar. Albatta, G shakliga tashqariga ham urib bergan. Qaranglar, bu hovli tarafimiz bo'lyapti, qaranglar. Qaranglar, hamma burchaklarni o'zim kuzatib chiqdim. Biron joyiga bir anavi bo'lgani yo'q. Garantiyasi bor ustakanamiz bo'ladi. Endi bu ko'cha tarafimiz bo'lyapti. Shapkamiz, ha? Shunday aka. Shapkamizni qaranglar. Kelgan mehmonlarning sirazi ko'zi tushadigan joy imенно mana shu joyimiz bo'ladi akalar. Zo'r. Akrellar qilib beringlar, to'g'rimi? Shunday aka. Aha, bitta plafon. Pianino fason qilib beringlar. Shunday. Zo'r. Behijolat usta akalarimiz nomerlari pastga Telegram, WhatsApp bor, katalog so'rasalar, katalogni tashlab berishadi. O'zlarini, ya'ni dizayner nimalari ham bor. Sizlarga ko'rsatgan fasonni imенно biriga bir qilib beradigan usta akalarimiz bo'ladi. Biron joyga kirib, aslimga tushirib taylab bersa ham qilib beraveradi. Biriga bir qilib beraman akajon. Aha, mana qaranglar akalar. Bitta laykni ayamaysizlar mana shu usta akalarimizga. Zo'r. Keyin Dilshod aka, ko'plar rasxod bilan, ya'ni bez rasxod tushunmayapti. Shuni tushuntirsangiz, rasxod degani tunikani, ya'ni hamma joyini hisoblanadi, to'g'rimi? Shunday, qaytarilgani hisobiga, masalan 1 kvadrat joyingizga 180 dan 240 gacha ketayotgan rasxod bo'ladi. Rasxod degani 180 dan 240 gacha, masalan 150 millingdan qilayotgan bo'lsa, shuni hisoblab qilinadi. Ya'ni minimalni 1 kvadratlik joyga rasxodi keng 130 bo'lar, 150 bo'lar. Endi fasoniga qarab-da, to'g'rimi? Shunday akajonim. Zo'r, akalar mana. Hammalaringga mana shunaqa patologlar nasib qilsin deb qolaman akalar. Zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Dilshod aka, kategor rahmat. Bo'pti akajon, so'nggi videogacha nasib. Xudo xolasa, yana bundan ham zo'r videolar albatta nasib bo'lsa qilamiz, xudo xolasa. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring, biz har doim mana shunaqa qo'l-gul ustakalarimizni ishlarini chiqarib boraveramiz. Birinchilardan ko'rishlar mumkin. Tunikafon qildirmoqchi bo'lgan akalarga maksimal darajada tarqatib qo'yamiz.